Assalomu alaykum hammaga. Mana yana bitta obyektimizda zerkalo oynalar qo'yib berdik. Qora lakabel oyna. Bu xonalarda yana bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, rozetkaga ham teshik ochib qo'yib berganmiz o'rnatib. Qaysi xona deydi? Bu yoqda. Mana yana bitta. Kirushda bu. Xo'p. Dush kabinkalari bilan. Biz buni sal nima qildik? Garmoshka qildik. Joyi kichkina bo'lganligi uchun. Endi yana oynalarimiz bor. Mana televizor tagiga qora lakabel qo'yib berganmiz. Mana yana oynamiz.